Bu sizlar so'ragan 57 minglik baxt muhri, bu esa bizning original baxt muhri. Yomonlash maqsadida emas, ikkala baxt muhrini solishtirib ko'ramiz, o'zingizlar xulosa beraverasizlar. Ko'pchilik aldanib qolyapti, bizning videodan foydalanib, o'rniga boshqa narsa boryapti o'rtoqlar, sal e'tiborli bo'lasizlar. Hammasi ham bizning akkaunt emas. Bizning akkaunt faqat mana baxt muhri yozilgan, nomerlari bor, korobkalari asl holida bo'ladi. Bitta ochib ko'ramiz, hozir ichida nimalar bor. Birinchi 57 minglikni ochamiz. O'zi ham korobkasini mahkam boylab tashlashibdi-da, bu korobkasi baqva degan. Ustidan nimalar bo'lib ketdi, tushunmayapman men bori. Qaranglar, ustiga nima kraska surgan bilmadim-ku. Qo'limga qaranglar. Bu nima ahvol o'rtoqlar? Faner oddiy shotkalari mayli amallashibdi. Kraskalarga lekin 5. Bu qattiq kraskasi bilmadim, lekin bu barmog'ingizga ham yetmasa kerak o'rtoqlar. Endi o'zimizni baxt muhrini ochib ko'ramiz. Mana bizda kraskalarimiz, shotkalarimiz, qo'lingiz artishga flash salfetkamiz. Sizlarni xursand qilish uchun otkritkalar ham solib qo'yganmiz o'rtoqlar. Holstimizda hech qanaqa kraska narsa emas. Bu xudojniklar ishlatadigan o'sha holst. Qolagan xudojniklardan so'rab ko'rsanglar bo'ladi. Holst degan narsani. Holst bu kraska surganingizda bundan o'chib ketmaydi, undan xavotir olmaysizlar. Kraskamiz original akril kraskasi. Buni to'liq berganmiz. Bemalol ishlataverasiz aka. Shotkalarimiz ham mana o'xshab ketar ekan, lekin ichiga jvachkalar solib berganmiz. Lavish jvachkalar romantik bo'lish uchun. Flash salfetkasi qo'lingizni artish uchun hozir endi artib olamiz. Bu esa bu narsa yozaman desangiz, yozsangiz bo'ladi. Farqini ko'rib oldinglar. Buyurtma berish uchun ushbu profilga yozaverasizlar. Boshqa videolarni ko'rib aldanib qolmanglar. Zakaz berish uchun direktga baxt muhri deb yozsangiz, narxlarni tashlab yuborishadi.